Assalomu alaykum. Bugungi fanimiz rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarning logopedik reabilitatsiyasi. Bizning mavzuimiz aqli zaif bolalarda yozma nutq buzilishlari va uni bartaraf etishda logopedik ishlarning o'ziga xos tomonlari. Rejalarimiz 3 ga bo'linadi. Birinchi rejamiz aqli zaif bolalarning yozma nutqning rivojlanish xususiyatlari. Ikkinchi rejamiz aqli zaif bolalarda yozma nutq buzilishlarining sabablari va omillari. Uchinchi rejamiz disgrafiya va disleksiyaning yozma nutq buzilishlarining asosiy ko'rinishlari. Insonning eng muhim faoliyatidan biri uning nutq vositasidir. O'zaro aloqa bog'lay olishi, fikrlay olishi hamda so'zlash qobiliyatiga ega bo'lishidir. Har xil tovushlarning ma'lum tartibda birlashib qo'shilishidan yuzaga keladigan ma'noli nutq muayyan organizmning faoliyati natijasida paydo bo'ladi. Nutq murakkab funksional jarayondir. Uning asosida muloqot jarayonlari, til birliklari o'rnini qo'llash yotadi. Tilning murakkab sistemasi uzoq muddatli ijtimoiy tarixiy rivojlanish mahsuli bo'lib, u bola tomonidan nisbatan qisqa rivojlanish jarayonida tafakkur qobiliyatlari, bilish, so'zining ahamiyati o'z-o'zidan umumlashtiruvchi hisoblanadi hamda shu munosabat bilan o'zida nafaqat nutq borligi, balki tafakkur borligini ham namoyon qiladi. Ular aynan o'xshash emas, shuning uchun birga ma'lum darajada bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda paydo bo'ladi. Ammo bolaning ruhiy rivojlanish jarayonlari murakkab sifatli jihatdan, ya'ni birlik, nutqiy tafakkur, nutqiy fikrlash faoliyati paydo bo'ladi. Nutq bilan tilni ayni bir narsaga deb hisoblab bo'lmaydi. Nutq inson boshqa kishilar bilan munosabatda bo'lishi maqsadida tildan foydalaniladi. Har bir odam muomalani o'zicha amalga oshiradi. Biroq bu muomala muayyan millat faoliyatidan o'sha bir xil vositalar yordamida yuz beradi. Til esa ana shu vositalar yordamida vujudga keladi. Til, tovush hamda so'z boyligi, shuningdek, grammatik shakldir. Til ijtimoiy ishlab chiqarish taraqqiyot davomida kishilar o'rtasidagi nutq vositasidagi muomala jarayonida paydo bo'ladi va uni inson tayyor holda o'zlashtira oladi. Ularda aynan o'xshash emas, shuning uchun bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda paydo bo'ladi. Bola nutqining normal rivojlanishi unga doimo yangi tushunchalar o'zlashtirib olishga, tevarak atrof muhitdagi bilim hamda tasavvurlarini kengaytirish imkoniyati yaratadi. Bolaning atrofidagi katta odamlar qaysi tilda gaplashsalar, bola ham shu tilga o'rganadi. Nutqi egallashda juda ham qiyin jarayonlar bola qisqa muddat davomida uddasidan chiqa oladi. Bola rivojlanishida psixik jarayonlar bilan birga eshitish qobiliyati juda katta ahamiyatga ega. Bolaning normal rivojlanishida hamma shuni umuman olganda barkamol bo'lib o'sishda barcha psixik jarayonlar bilan eshitish qobiliyati chambarchas bog'liq ravishda hech qanday nuqsonsiz rivojlanishdagina uning nutqi boyligi normal darajada rivojlanadi. Aqli zaif bolalarning xususiyati shundaki, uning psixikasi qoidaga bo'ysunmaydigan sharoitlar, anomiya, taraqqiyot topish jarayonida shakllanadi. Aql zaif sog'lom tengdoshlardan shu bilan farqlanadi. Uning avvalgi tajribasi va rivojlanishda bundan keyingi psixik kamol topish uchun zarur shart sharoitlarni tashkil etuvchi mexanizmlar va psixik jarayonlar shakllanmagan bo'ladi. Shunday qilib, aqli zaif bolaning umumiy psixik taraqqiyot darajasi odatda sharoitlarda uning murakkab bilimlari, ko'nikma va malakalarni ongli suratda egallashga ta'minlay oladi. Bolalarning psixik kamol topishida uni oddiy ommaviy maktabga o'qitib ko'rish zarur bo'ladi. U maktab yoshiga yetarkan o'qish uchun yetarli tayyorlanmagan holda bo'ladi. O'quv topshiriqlarini maqsadida diqqatni to'play olmaydi va qiyinchilikka yengib o'ta olmaydi. Maktabda tartib qoidalarini bo'ysuna olmaydi. Bularning hammasi o'zlashtirilmaslikka olib keladi. Shuning uchun ham yordamchi maktabning vazifalari muhim hisoblanadi. Pinski ta'kidlanishicha, aqli zaif bolalar o'zlarining sog'lom tengdoshlari mustaqil holda yoki o'qituvchilarning ozgina ko'magi bilan bajara oladigan vazifalarni uddalashlari uchun proverdik va korreksion tarbiyaviy tadbirlar muhtojdir. Ya'ni aqli zaif bolalarda sog'lom bolalarga nisbatan gugulash davri ham birmuncha
bo'ladi. Ya'ni normal bolalarda tug'ilgandan 2-3 oyligida google'lash vaqti bo'lsa, aqli zaif bolalarda esa google'lash davri 2-3 yoshlariga to'g'ri keladi. Ya'ni maktablarda ham aqli zaif o'quvchilar normal bolalarga nisbatan normal bolalar 4-sinf matematikasini o'tayotganda aqli zaif bolalar 1-sinf matematikasi kabi tenglashtirishlar bilan o'tiladi. Aqli zaif bolalarda tovushlarni chalkashtirish holatlari ham kuzatiladi. Masalan, B va Q, P va D tovushlarini chalkashtirib qo'yish holatlari kuzatiladi. Aqli zaif bolalar o'zlarining sog'lom tengdoshlari farqli o'laroq ancha kech tilga kiradilar. Birinchi so'zni aytish muddati bolalarda 3, ba'zan 5 yoshgacha kechadi. Avvalambor bu yerda talaffuzdagi nuqsonlarning qayd etish kerak. Kolonning tadqiqotlariga ko'ra, yordamchi maktab o'quvchilari 66% tutilib gapirishi u yoki bu shaklda duchor bo'lishiga aqli zaiflarning nutqiy nuqsonlari shunchaki katta miqdorda uchraydi. Tasodifiy hol emas. Yetakchi pedagog defektolog tajribasi shuni ko'rsatadiki, ta'limning maxsus tashkil etilgan sistemasi yordamida aqli zaif bolaning nutqiy faoliyatini, nuqsonlarini korreksiyalab borish, tafakkur kechikishidagi nuqsonlarni oshirish mumkin. Aqli zaif bolalar juda ko'p tovushlarni, ya'ni sirg'aluvchi, til orqa, sonir tovushlarni buzib talaffuz etadilar. Bunday holat bolalar nutq apparatining yaxshi rivojlanmaganligidan dalolat beradi. Bu guruhga kiruvchi bolalar orasida tovushlarni buzib talaffuz etish, boshqa tovushlarga almashtirish ko'proq foizini tashkil etadi. Shuning uchun ham logopedlarning, o'qituvchilarning asosiy vazifasi aqli zaif bolalarni nutqini har tomonlama o'stirishdir. Tovushlarni to'g'ri talaffuz etish bola artikulyatsion apparatining yaxshi uyg'unlashib, moslashishiga bog'liqdir. Hamma vaqt tovushlar ustida ish olib borilar ekan, albatta artikulyatsion gimnastikalar o'tkaziladi. Ayrim unli va undosh tovushlar asta-sekin egallab boriladi. Bolalarning ko'pchiligi ayrim tovushlarni, ya'ni R, S, K, G, M, Ch, Sh tovushlarini talaffuz etishda qiynaladilar. So'zlarni buzib talaffuz etadilar. Ba'zilarda bo'g'inlar tushib qolishi, ba'zilarda esa tovushlarning tushib qolish holatlarini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Rus psixologi Loriya fikricha, nutq tovushlarini idrok etishda nutqiy oqimdan signal, fonematik belgilar ajraladi va nutq tovushlarini differensiatsiya qilish uchun maxsus belgilarni kuchaytirish hamda muhim bo'lmagan tasodifiy fonematik ahamiyatga ega deb ta'kidlab o'tgan. Rivojlanishida o'zining talaffuzini nazorat qilib takomillashtira olmaydi. So'zning tovushli tahlili va sintezning nuqsonlari o'z navbatida ularni tuzilishini egallab olishga to'sqinlik qiladi. So'zlarda tovushlarni tashlab ketish, o'rnini almashtirish, shu bilan birga so'zni oxiriga ayta olmaslikka olib keladi. Aqli zaif bolalarda o'sha so'z unga buyruq berilganda, mana bu narsani olib kel deyilganda, logoped uni korreksiya qilmasdan oldin o'sha narsani bajara olmaslik oqibatida do'stlari va boshqalar bilan suhbat qurishda qiyinchiliklarga duch keladi. Aqli zaif bolalarda so'z boyligi odatda juda sekinlashgan bo'lishi kuzatiladi. Ular ko'pincha doim uchraydigan, yaxshi tanish bo'lgan predmetlarni nomlarini ham bilmaydilar. Ba'zan nima ekanligini, bu predmet qanaqa ekanligini, shakllarini ajrata olmay qolish holatlari kuzatiladi. Vygotskyning ma'lumoticha, aqli zaif 1-2 sinf o'quvchisi lug'atda asosan ot va fe'llar ustunlik qiladi. Dulnev aqli zaif bolalarning o'z nutqidagi sifatlarda ham foydalanadilar deb ko'rsatadi. Maktab boshlang'ich sinf o'quvchilarining 40-60%da turli nutq kamchiliklari uchraydi. Bu nuqsonlar orasida asosiy qismi til, chuchuklik, manqalanish, duduqlanish tashkil etadi. Aqli zaif bolalarning nutqining aloqa vositasi sifatida rolli barcha tomonlardan zararlangan bo'ladi. Bunda nutqning axborot, hissiy, iroda, boshqaruvchanlik vazifalari buzilgan bo'ladi. Muvofiq ko'zga tashlanmaydi. Nomuvofiqlik aqli zaif bola bilan birga uning huquqi orasida ko'zga tashlanadi. Aqli zaif bolalar o'zlarini nazorat qilish uchun o'z nutqlaridan foydalana olmaydilar. Loriyaning ta'kidlashicha, sog'lom bolalar bog'cha yoshdanoq nutqdan nazorat quroli sifatida foydalana olar ekanlar. Xulosa o'rnida ta'kidlab o'tish lozimki, aqli zaif bolalarning nutqda buzilishlarini va kamchiliklarini chuqur o'rganish, tahlil qilish, kelib chiqish muammolarini aniqlash va shu muammolarni bartaraf etish yo'llarini topgan
holda ularga yordam berish juda ham zarur.